Üçüncü, haj safariga otlanish. Odam bo'ldingiz. Yuturib qo'ygan jannatingizni tepish uchun chiqsiz. G'oyib bo'lgan jannatingizni, ya'ni yuturib qo'ygan o'zingizni, yiroqlashib ketgan tabiatingizni, gunoh va isyon bilan bulg'angan vijdoningizni, xarobilikka aylangan yuragingizni, qadimiy va zamonaviy xurofiylikning axlati bo'lgan axlatxonaga aylangan aqlingizni, ya'ni dal poskallisini aytganda o'zingizni izlashga chiqsiz. Bir tarafdan bola vaqtingizdagi g'uborsizligingizni izlaysiz. Taqib olgan maskalaringiz tufayli ko'rinmas va ayrig'ilib bo'lmaydigan holga kelib qolgan haqiqiy yuzingizni bayqab, hayot musofingizdagi ilohiy bir ssenariydan o'tish uchun chiqsiz. Sen uzun yo'lga chiqishga hukm qilingan bir qulsan. Muhammad alayhissalomning Odam alayhissalomning rolini, İbrahim alayhissalomning rolini, Hajar onamizning rolini yaxshi elish uchun oldi bilan tark etishni o'rganasan. Şunu bularni tark etmay turib topolmaydiganligingni esingdan chiqarmaysan. Haramni, shahringni, uyingni tark etsan. Şunun bilan Hijaz tuprog'ida bo'lgan yurting, Makka shahring, Kaaba uying bo'ladi. Yaxshi ko'rgan odamlaringni, yaqinlaringni, do'stlaringni tashlab kelasan. Odam, Havva, İbrahim, İsmoil alayhissalomlar va Hojardek yangi do'stlar bilan tanishsan. Atrofingdagilarni bo'lsa tark etsan. Hammaylan sana o'xshash musofir bo'lgan yip-yangi bir muhit ichiga kirasan. Sening olgan unvonlaring, nom sharping, shoningni, sening belgangni, darajangni, mavqeingni tashlaysan. Üstünge kiygan ihromlik bo'lsa, seni insoniyatga mansub qiladi. Ya'ni faqatla insoniyatga, ya'ni haqiqiy insoniyatga. G'urbatchilik bo'lmagan yerda erishishning bo'lmaydiganligini bilib yetsan. Sen namozga turganda ikki qo'lingni takbirga ko'tarib, bu dunyoni orqangga qandoq tashlagan bo'lsang, hajdan iborat bu qutlug' safarga atlanganingdimi shundoq qilasan. Hamda shundoq niyat qilishing kerak. Niyat ya'ni maqsad qilish, nima uchun qilishni bilishdan iboratdir. Qaysi bir ishni nima uchun qiladiganligini bilmaganlarning u ishni qandoq holda qilganligining hech qanday ahamiyati yo'qdir. Shundoq emasmi? Navoda bir ishning nima uchun qilinadiganligini bilmasa, uni qilgan bilanmi baribir ma'nosi bo'lmaydi. Bir ishni qimmatga ega qilgani bo'lsa, tushunchadir. İnsanlarning harakatlarini odatdagi bir jonliqning harakatidan farqlantirgan narsami tushunchadir. Tushuncha ostida elib borgan har qanday amal insonni insonlashtiradi. Bu harakat insondan sodir bo'lganligi uchunla amal hisoblanmaydi. Balki tushuncha ta'sirida insonlashgani uchun amal bo'ladi. U amalning solih bir amal bo'lishi, fosiq bir amal bo'lmasligi, fosiq bo'lgan bir amal bo'lmasligi bo'lsa, uning orqadan keladi. Chunki ibodatni ibodat qilgani bo'lsa niyatdir. Til bilan deyishning bir ma'nosi yo'q. Til bilan so'zlash faqatla dilning maqsadidir. Aqlning niyati tushunmak, qalbning niyati ma'rifat, badanning niyati amaldir. Qalbni ishga solmasdan qilingan niyat shotutning do'rishidan boshqa bir narsa emasdir. Niyat tushunchaning bir holatidir. Niyat ibodatni odatdan ayirgan narsadir. Maqsadingning nimaligini bilgan bo'lsang, yo'lga chiqsang bo'ladi. Nima sababdan va nima uchun savollarga to'g'ri shaklda javobni bera olgan bo'lsang, hech qanday chatoq yo'q. O'zingning Makkasini fatih qilish uchun Madinaning qiblasiga yurish qilasan. O'zingizning mantiqsini yashash uchun yo'lga chiqsiz.
mantiqingizni Hazreti İbrahimning rolini elish orqali odam bo'lish uchun yo'lga chiqsiz. Har kuni yuz keltirgan qiblingizga va'dinomingizni yangilash uchun g'oyiviy narsani tonish bo'lgan vijoyaga o'zgartish uchun yo'lga chiqsiz. Shundoq bir o'ylab baqqinki, Hacer onamizmi sendek muhacir şunlaşqa şundoq atalmaganmidi? Umu taqdirga, aşık bolgan va xoşallıqlarga tegishmagan dardiga qarab yurish qilmaganmidi? G'urbat nima? Sil rahimchu. Vatan nima? Poytaxtchu. Makka nimadir? Madinachu. Merkez qayerda? Etrafçu. Dost qayerda? Etrafdaki düşmançu. Yenidan o'ylanib, yurikingdagi tutamsiz vatan uqumini to'g'risi bilan almashtirg'ili chiqsan. Yurikingdagi nilon chegaralarni, sintaksislik kimliklarni, oraliq rayonlarni, yer ostiga ko'milgan minalarni va tikanlik simlarni, ko'ngil xaritangni boshdan oyoq o'chirib, yenidan sizib chiqish uchun yo'lga chiqsan. Menish bilan barg'il bo'lmaydiganligini, lekin berish uchun mutlaq menishimiz kerak ekanligini aqlimizdan chiqarmasdan yo'lga chiqamiz. Bu dunyoda bir g'erib yo'lovchi bo'l degan suyumliklarning suyumligiga quloq selish uchun, mahsharni dunyoda ko'rish uchun otlanasan. Yuking Hacer onamizning yukidan yengil va hargizmi unutib qolmag'inki, shir nagi borsa, o'ljusimi shu yerga boradi. Seni hajga chaqirgan zot sening qalbingning pokiz bo'lishini xohlaydi. Sen Rabbingdan iborat bu muborak mehmoningni pok qalbingga da'vat qilishga hozirlanasan. Xuddi Yunus Amraning qalbingni, dil uyingni pokizla. Yar kiridu mehmon bo'lib deginidek va Sheyx G'olibning düşmanni hayda chiqarg'in, tajalli etsun haq tilimizda. Padişah tushmas saroyga, xoni bayoshot bo'lmasa. Deginidek yurikingni xarobelikdan pokizlaysan. Qistongchiliklarni, köpük ve daşqallarni, peskeş sevdalarni, buzuq hayacanlarni, qari sevdalarni, quruq xiyollarni, bir sinitqa arzimas havoyi havaslarni kelgan yeringa qo'yib qo'ysan. Ko'ksinga Allah subhanahu va taoloning esib qo'ygan eng ta'sirlik til tumaring bo'lgan yuriking sening Ka'bangdir. Ka'bangni butlardan tozlash orqali chiqsan. Unutmag'in ki dünya va dünya ishlari bir okeandir. Yurak bo'lsa paraxotdir. Agar suv paraxotning ichiga kirsa cho'kidi. Suv cho'kmaslik uchun yurikingga hokim bo'lishing kerakki, suv kirmaydigan holda bo'lsin. Unutmag'in ki suv kirib ketadigan paraxot dengiz safariga chiqmaydi. Amanatlarni amanat qilishni o'rganasan. Allah'ның sana amanat qilganlarini sening Allohga amanat qilishdan qechishing nima degan xatarlik. Chunki ishingni, jo'rangni, ishingni, yo'ldishingni, kurashlaringni Allohga amanat qilasan. Unutma. Allah amanatlarga xiyonat qilmaydi. Sen xiyonat qilsangmi u qilmaydi. Chiqadigan mahshar maydonida uningdan boshqa omonatchi izlamaysan. Chunki sen aslidinla uningga tavasan. Uning tarafidan kelding, yana uning tarafiga qaytsan. Unutmag'in ki, haj dal bu kelib ketishni dunyo hayotida amaliy boshdan kechirishdir. Xuddi qalbingga o'xshash zihningdagi besimlarni qoldirib qo'ysan. Bu ishlarni bu oshiqning safarida yük qilmaslik kerak. Keraksiz yük
safarni taslashtirdi. Musofirni safardan to'sib qo'ygan yuk egisiga rahmat emasdir. Tasavvuringni o'chirib, yangidan qilishing, tushunchalaringni yo'q qilib, hajda yangidan turg'izishing kerak. Aqlingdagi bilaman, tushunaman degandeklarni birma-bir kontrol ostiga elishing kerak. Bilganlaringni qanchalik bilasan? Zihn ochiqmi? Aqling haqiqat bilan sening o'tirangda biror bog'lanishlik ko'ryotamdi. Yoki bo'lmasa, aqlingni haqiqatning mavqesiga qo'yib, aqlingimi, haqiqatgimi zulm qilyapsan. Yana boshqa ifoda bilan, aqlingni otning o'rniga qo'yibmi yoki mashinaning o'rniga qo'yib mangding? Yoki harvichi mavqesiga qo'ydingmi? Yo'l bo'yi har bir qadamda qoldiqlarni tashlab mengishing kerak. Xuddi terlab toksinlarni chiqarayotgan badanga o'xshash. Yurak tari, peshoni tari, zihindan terlar to'kishing kerak. Yuriking siqilishi, peshonangdan ter chiqishi, ko'zlaring yig'ilishi kerak. Yig'lay olmasang, faqatla yig'lay olmaysan. Jannatdan qo'g'langan Odam alayhissalomga o'xshash chaqirilgan joyga qabul qilinarmanmi yoki ishik tuvda qaytirilarmanmi degan andish ichida yo'l elishing kerak. Yuragingning cho'nqir joylaridan bir oshiq azobi tortishing kerak. Sen texi xam, pishishing kerak. Pishib yetilishing kerak. Pishib yetilish yuqori saviyadir. Yuqori saviyani ko'zlaydiganlarning ishi qiyinchiliklarga bardoshlik berishdir. Oshiqning hasratini yakunlangan imizgilardan emitishing kerak. Hasratning yuragini cho'lga, ko'zlarini ko'lga burishing kerak. Bu yerga sen bormasda yuragingni yo'llashing kerak. Seni elib borgan putlaring emas, yuraging bo'lishi kerak. Yuraging to'xtab qolsa, putlaringga yük bo'lib qolmasliging kerak. Yuragini qush kabi uchirganlarni putlar tosh kabi ko'tiradi.